Gold chiqdi, ya, qutlu bo'lsin. Men chin yurakdan gold chiqsa ekan deb men chin yurakdan niyatlengim chiqsin. Erka bilan To'xtar so'nggi video murojaatida go'yoki bitta o'q bilan ikkita nishonni urgandek bo'ldi. Bir раз-два bo'lsa, bir раз-двадан keyin turing milli bo'ladi sening. Так что tur jasamay qo'y. Ana goldni bitib qajamanglar. O kat demalvasin, turmadan chiqdi hozir. Kameraga, videoga gapira bermay. Ya'ni u Gold va Abdumalikka birdek javob qaytardi. Dastavval Nasim Xolovning videosida meni yoki Goldni tanla, ikkimizdan birimiz bilan jang qil degan mazmunda murojaat qilgan edi. Ikkita variant sangi. Ikkita variant. Xohlasang ukam bilan, xohlasang men bilan. Biz tayyormiz inshaalloh. O'lim. Har doim. Har doim mujiklar shu videoni tayyorlab qo'yinglar aktyorga. Albatta ushbu chaqiriqqa nisbatan Erka bilan To'xtar jim tura olmadi va darhol javob qaytardi. Ondan keyin bo'lmaydi degan goldga tangirtang to'g'risiga kelib, tushda to'g'risiga, qay organizatsiya to'g'risimiz degan realniy suroqlar qo'ysanlar. Realniy javoblar beraman men. Voqealar rivoji tobora qizamoqda. Oktagon tashkilotchisi Sultan ham Goldning uyiga tashrif buyurdi. Bu esa tez kunlarda Gold Oktagon ligasiga birinchi debyut jangini o'tkazadi degani. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyga yozib qoldiring. Inshaalloh Gold bilan meni boyimni inshaalloh bunday chiroyli boy qilamiz. Dasturni boy qilib O'zbekiston uchun, vatanimiz uchun bayroqni yuqoriga ko'taramiz. O'zbekiston boshlaydi inshaalloh. Haqiqiy jaydari jangni ko'raman deganlar kommentariyada yozasizlar. Mana u Erka bilan xohlasang mana Gold Shahzodbek o'zi. Xohlasang mana Abu Akalam. Ikkita variant sangi. Ikkita variant. Xohlasang ukam bilan, xohlasang men bilan. Biz tayyormiz inshaalloh. O'lim. Har doim. Har doim mujiklar shu videoni tayyorlab qo'yinglar aktyorga. Aktyorga tashab qo'yinglar ko'rsin o'zi uchun. Xohlasa mana Gold bilan, xohlasa men bilan. Da istib jursin, tapnish, жұмыстарыңды isteb, o'zingмен o'zing isan osындай video keladi-da. Jiberib qo'y ana, tashlab qo'y ana aktyorga deydi-da. Gold chiqdi. Men или Goldben qaysimizni to'g'risimiz deb ko'ch chiqdi-da videomen. Gold chiqdi, ya, qutlu bo'lsin. Men chin yurakdan gold chiqsa ekan deb men chin yurakdan niyatlengim chiqsin to'g'risiga. Biroq mening bilimim bo'yicha ol условный срок aldi. 4 yilga условный срок. Ol tungi soat 10dan keyin uyda o'tirish kerak. Chet elga chiqa olmaydi. Zang buzbau kerak. Sendер qaslarına жиналып аласыңдар да, ана шайка. Erkevmen qachon erkeven, ol қазір не дай бог маған выз тастап бірдеңе айтып заң бұзып қоятын болса, оның условный срогы реальный срокқа айналып кетеді. Сол кезде қайсысын алып шығасың? Жаңа қасында жүрген, ана особенно түр жасамаған, сен түр жасамай қойшы. Сен түрің шашып жіберді қалдың да біздің бала, көрдік қой. Bir раз-два болса, bir раз-двадан кейін түрің милый болады сенің. Так что түр жасамай қой. Ана голдты бүйтіп қажамаңдар, ол кәд демалбасын, түрмеден шықты қазір. Камераға, видеоға гапыра бермей, лучше қай уақытта төбелесеміз, ондан кейін болмай деген голдқа, таңертең төбелесейік, или түсте төбелесейік, қай организация төбелесеміз деген реальный сұрақтар қойсаңдаршы. И реальный жауаптар беремін мен.